to'yda o'tirsangiz ham sizga savol berishadi. Men ularga bitta savol beraman boshida. Masalan, men ko'chada yiqilib tushdim, nima qilay? O'zingiz shuncha yillik faoliyatingizdan kelib chiqib tavsiya bera olasizmi? Yurist bo'lsam, nima deysiz, qanaqa tavsiya qilasiz yurist bo'lishim uchun? Eng birinchisi haqiqatdan xohlayotganingizni biling. Haqiqatdan xohlayapsizmi shu ishni? Mana ichingizda o'zingiz bilan gaplashing. Yurist bo'lish bir umr o'qish degan. Deylik, masalan, siz men yuristman desangiz, to'yda o'tirsangiz ham sizga savol berishadi. Yo'lda yursangiz ham sizga savol. Ular oddiy aholi tushunmaydi. Siz yuridik xizmatda ishlaysizmi, siz suddamisiz, siz prokuraturadamisiz, siz zaksdan farqi yo'q. Siz yuristmisiz, sizga savol beraveradi. Masalan, men ko'chada yiqilib tushdim, nima qilay? Yoki meni qo'shnim urdi, nima qilay? Yoki ishdan meni nohaq haydashdi, nima qilay? Beraveradi. Bu degani siz doimiy izlanishda bo'lish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, qonunchiligimiz har kuni o'zgaradi. Har kuni yangi norma chiqadi. Siz birorta davrada kecha chiqqan qonunni bilolmay qolganingiz, bu sizni orqadagi 10 yilingizni bir tinga chiqazadi. Chunki yurist har kuni o'qish kerak, har kuni normalarni bilish kerak. Siz agar shunga tayyor bo'lsangiz, boshlasangiz, qadam qo'ysangiz bo'ladi. Shogird olishni reja qilganmisiz yoki shogirdlaringiz bormi o'zi? Shogirdlarim bor hozirgi kunda va hozirgi talabam bor. Ya'ni shogirdlikka oling meni deydiganlar bor. Men ularga bitta savol beraman boshida. Birinchidan, men yuridik xizmat yo'nalishida ishlayman. Ya'ni davlat tashkilotida yuridik xizmat yo'nalishida bosh yurist konsulman. Sizga shu yo'nalish qiziqmi deyman. Chunki yuridik yo'nalishlari ko'p. Sud, prokuratura, zaks, notarius juda ko'p. Sizga aynan yuridik xizmat qiziq bo'lsa, keling, men noldan eng malakali yurist darajasiga chiqara olayman deyman. Chiqara olasiz? Chiqara olaman, bunga javob beraman. Chunki ham yuridik xizmatni, ham kadr ishini o'rgataman. Davlat tashkilotining yuristi kadr xizmati HR menejer bilan birga bir ishlaydi. Chunki xodim ishga olish, ishdan haydash, intizomiy jazo berish, unga mehnat ta'tili berish, o'z hisobidan ta'til berish, xullas har bitta ish yuristsiz bo'lmaydi. Kadr ishi birga bir bog'liq. Bu degani siz yuristga shogird tushsangiz, kadr ishini o'rganasiz. Xo'p, sizning talablaringizga hammasiga javob berdim. Sizga shogird tushmoqchiman. O'qitish tartiblari qanaqa bo'ladi? Onlayn, offlayn. Kimga qanaqasi qulay? Shogirdlarim bor hozir, har haftada deylik 3 kun oldimga keladi amaliyot. Ertalabdan kechgacha men nima ish qilsam hammasini detalni o'rgataman. Onlayndagi xuddi shu ishni Zoom orqali yoki video orqali xullas xuddi shu ishlarni o'rgataman. Har biriga bugun qaysi mavzu bo'ldi, o'shani hujjati tashlab beriladi. Ya'ni shogirdlik kursimda bo'lganlarni hujjatlar papkasi yig'ilib boradi. Ertaga bunda nima, nomenklatura nima deylik, kadrda buyruq nima, nizom nima, Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi qanaqa ishlanadi, prezident qarori qanaqa ishlanadi, qonunlar qanaqa ishlanadi, hammasi o'rgatib boriladi. Kimdir 2 oyda o'rganadi, kimdir 6 oyda o'rganadi, kimdir 1 oyda o'zini bazaviy bilimi bor, faqat amaliyot kerak bo'lganlar 1 oyda ham o'rganadi. Oddiy murojaat qilishsin, dayratga yozishsa, shogird bo'lmoqchiman desa, bo'ldi, u yog'ini kelishib olamiz.